Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Anglab qo'ydigan param. Yevropada 90-yildan 99-yilga qadar Budizm diniga kirish bir modaga aylangan ekan. Sababi bo'lsa, Budizm dini bir tinchlik din, urush jidallarni xolmaydigan bir yaxshi din deb Germaniyada nurg'unlagan xristian dindagi insonlar Dalay Lama'ning diniga kirishga boshlabdi. Şu 99-yildan burun Germaniyada nəhayət bir çoğ festival bo'lgan. Ya'ni 20 ming kishilik Dalay Lama'ning diniga kirgan çoğ festival o'tkazilibdi. Bu festivalga Budist bo'lgan germanlar ko'plab kelibdi. Şu festivalda Dalay Lama kelib, bu festivalga qatnashib, bir qancha kun leksiya so'zlab dars beribdi. Budizm festivali qatnashgan, ya'ni Dalay Lama'ning diniga kirgan ziyoli hukumat arboblari, dunyodagi futbol va kino artist cho'lponlarimi bu Budizm diniga kirib, bu yig'inga qatnashgan ekan. Shu mezgilda bizning bir Uyg'ur muxbir qarindishimiz Uyg'ur masalasi to'g'risida Dalay Lama bilan ko'rishmoqchi bo'ldi. Uyg'ur muxbir qarindishimiz bilan birga CDF Germaniya televizion stansiyasining muxbiri bilan birga Dalay Lama efendim bilan ko'rishibdi. Aldı bilan CDF Germaniya televizion stansiyasining muxbiri Dalay Lama'dan savol so'rabdi. Shu mezgilda yana bir qism germaniyaliklarda rahatsizlik bir kayfiyat paydo bo'lgan ekan. Dalay Lama Tibet davosini qilib qolmasdan o'zining Budizm dinini tashviq qilyotdi. Germanlar Budizm bo'lib ketpardi deb norozilik fikrlarmi intayin ko'p bo'ldi ekan. Muxbir savol so'rab, "Hurmatli Dalay Lama, Germaniyaga xush kelibsiz. Biz intayin xushal bo'ldik. Siz hozir ko'rib turyapsiz. Germaniyada minglagan germanliklar sizning diningizga e'tiqod qilib, Budizm diniga kiryapti. Ya'ni o'zining xristian dinidan tark etib, dinini o'zgartib, Budizm diniga kiryapti. Bu vaziyat albatta sizni xushal qilyapti" deb savol so'rabdi. Hammamiz bilamiz, Dalay Lama bir siyosiy odam. Hem o'zining atrofidami nurg'unlagan siyosiy maslahatchilarmi bor. Dalay Lama muxbirning savoliga javob berib, mundaq debdi: "Men buningdan bek xush bo'lib ketmayman." Muxbir "Nimishga?" desa, Dalay Lama "Bu o'zining dinini o'zgartib, boshqa bir dinga kirganlikning o'zi u bir amalsizlikning, chorasizlikning, ojizlikning bir alomati" debdi. Dalay Lama yana muxbirga qo'lini tanglab turib, "Men qara, birinchi, butun dinlar bir-birsiga o'xshab ketadi. Meningcha, hech bir dinda sen yomon bo'l, yaxshi bo'lma demaydi. Butun dinda rost so'zla, yolg'on so'zlama deydi. Butun din haqsizlikka qarshi, butun din tengsizlikka qarshi dedi. Butun din insonlarga yaxshilik qil deydi. Hech bir din sen insonlarga yomonlik qil demaydi. Hech bir din sen yolg'onchi bo'l demaydi. Rostchil bo'l deydi. Hech bir din sen yomon odam bo'l demaydi. Aksicha yaxshi odam bo'l, samimiy bo'l, rostchil bo'l deb ta'kidlaydi. Endi deydi, bir inson tug'ilib o'sgan dinida, har dinda isil fazilat bor. Shu inson izlasa, o'zining shu dinidan o'zi orzu qilgan narsani topalaydi, ya'ni ruhiy tasallini topalaydi degan. To'g'ri yo'lni o'zining dinidan topalaydi degan. Lekin deb turib Dalay Lama, bir inson o'zining dinini o'zgartgan chaqda, ya'ni o'zi yillardan beri e'tiqod qilgan dinidan, o'zi tug'ilib cho'ng bo'lgan dinidan chiqib, boshqa dindan u go'zallikni, u fazilatni, u ma'naviy oziqni hargiz topolmaydi degan. Aksicha o'zining dinidan chiqib, boshqa bir dinga kirgan inson o'ziga texmo bir ro'yi besim, texmo jiq bir qiyinchilik, texmo jiq bir to'sqinliklarga va badbaxtliklarga uchraydi degan. Chunki u din o'zgartgan odamlar asosan 30 yoshning yuqorisida bo'ladi deydi. O'zi tug'ilib 20-30 yil yashagan shu dinidan topolmagan narsani boshqa bir dinga kirib 5-10 yil ichida
o'zi orzu qilgan va o'zi istagan narsani hargiz topolmaydi degan. Texmi mo'yin bo'g'ini u odam 30 yil yashagan muhitidan ayrilib qoladi degan. Hattoki o'zining urug' tuqqanlaridanmi ayrilib qolishi mumkin degan. 30 yil yashagan do'st birodar va jamoatlardanmi ayrilib qolishi mumkin degan. Urug' tuqqan jamoatlari qabul qilmasligi mumkin. Undaq bo'ladi ekan, boshqa bir jamoat va boshqa bir muhitning orasiga kirib, u yoshga kirgan odam o'zini singdirishi intayin tas degan. Shunga mening tavsiyam, hamma odam o'zining turayotgan dinida o'zi ehtiyoj bo'lgan narsani, o'zi izlayotgan narsani, muhtoj bo'layotgan narsani o'zining dinidan izlashi kerak degan. Chunki hamma dinda o'zi izlagan narsa bor degan. İnsanlar o'zining ruhini aram aldirish uchun bir narsani izlayotdi. Shu izlagan narsani o'zining dinidan topalaydi. Agar izdasa, boshqa dinga kirib izlashning hojati yo'q. U bir ruhiy ojizlik. Boshqa dindan o'zi istagan narsani izlab tepib, baxtli bo'lolmaydi degan. Endi o'zimizning gapiga qaytib kelsak, islom dinining farqi nima? Xristian dinining farqi nima? Agar din desak, eng go'zal din o'zimizning islom dini. Agar dinni to'g'ri tushunsak, eng ilg'or din islom dini. Ya'ni insonlikqa eng yaqin din islom dini. Ham eng mantiqli bir din. Xristian dinida bo'lsa, Hazreti İsa'ni Alloh deydi, Allohning bolasi deydi, muqaddas ruh deydi. Hazreti İsa Allohning bolasi bo'lsa, u chaqda Alloh odam bo'lib qoldi degan gap. Bu bir mantiqsizlik ahvol. Aksicha bizning islom dinimizning ulug'ligidan shuni ko'rib olgan bo'ladiki, Allohni sifatlash jihati bo'lsin. Hattoki payg'ambarimiz o'zi shundoq deydiki, men bu bir inson, sizlarga o'xshash yashayman, o'laman degan. Faqat mening vazifam bo'lsa, Allohning degan gapini, Allohning mesajini sizlarga yetkazish degan. Ya'ni Alloh bilan insonlarning o'rtasida elchilik vazifani o'rindayman degan.